Bugün benden baxtli odam yo'q. Hamma jiyanlarim oldimda. Jiyanlarim, jiyanim, adasini jiyanim, Katta jiyanim. Bu eng erkatoy jiyanim. Borib rahbariyatga olib keling. Yaxshi o'tirsam. Azca. Baxtiyorga anchadan qatnashmasangiz xonadonda bo'ladigan xo'sh. Zo'r bo'lar ekan. Kechiga life hackda ishlatib ko'rmoqchimiz. Osh kelganda bundan syomka qilib tursa, go'sht hammasi bu yoq tomonga tushar ekan. Ha, qansiz yotaman. Az o'tkazib yapmoqda. Bilmayman, qattiq mahal. Bo'ldi. Videomi, fotomi? Video, foto ol. Hamma jarayondan. Qo'shdim pro deydi. Qo'shnimiz ham osh yeydi. Uğrattımı telefon kapat bana. Ha. Ani kichkinam bor, uncha. Ha. Mol bor, hozir chiqib kelib. Qarindoshlar bilan bo'ladigan yig'iladi, jiyanlar bilan o'tirsa, hamma teshib tegmagan hazillar hammasi shu yerda bo'ladi. Hamma bir-biriga cho'qilishlar hammasi. O'tirib olib eshitib o'tiramiz hamma qani e'tirozlar, mayli. Hazil aralashamiz. كلام مجيد مرحمة قلد أستعيذ بالله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة مرحمة زيادة جدا كل جدا umringiz yetmaydi deb Alloh taolo nima qildi? Ogohlantirdi azizlar. La in shakartum la azidannakum dedi. Ey Muhammadlarimni ziyodasi bilan beraveraman deb Alloh taolo nima qildi? Azamat zot sohbat umr ne'matini qadriga yetgan, shukronasini ado etganlardan bo'lar ekanmiz. Alloh taolo cheksiz marhamat Okey, mana shu xonadon degan boshqacha bo'ladi, boshqacha. Eng gumburlagan nima, virus audioshlarda qilishadi. Mana shu xonadonni chaqiradi, shular fayzi boshqacha. Maza qilaman. Agar imkonim bo'lmasa ham, qiyin bo'lsa ham shu xonadonda bo'layotgan ishni shunaqa harakat qilib yugurib boraman. Yolchigimni eslaydi. Yaxshi to'ylaring. Hamma kamaz emas, yaxshi to'ylar. Soatni o'g'lim futbol o'ynab bizib qo'ydi. Soatimni qidirib 3 marta o'tib ketdi lekin. 1 marta o'tib ketdi, ikkinchisi qaytib ketdi, sen o'ylab turgan. Tarixiy belgi. Hozir kelsam, o'zimni eng yaqin qarindoshlarimdan e'tirozdan eshitaman. Qanaqa odamsan? Yoshlarga qo'ysansan, MTVga qo'ysansan, O'zbekiston milliy kanaliga qo'ysansan, hamma yoqdan chiqyapsan. Nima qilsan o'zini? Mayli endi qarindoshlarim gapirishayotgan seni beginar. Ko'tarmadi.
Mana siz boshlayapsizlar bemalol. Hijolat sezilmaydi. Большой семье не хлопает. Hijolat o'tiradi. Tuzu boring o'g'ilnikini 800 oldi. Bunda ketdi. 10 ming pulini oldi, sharaqlatib. Von qursang ishi bitganiga. Qo'yib beraymi? Mana. Odam o'ziga sherik qilib yoshi kattaroq odamni tali yoshi ekan. O'shanda Mana shu senga. tog'i yaxshi chiqdimi osh? Gap yo'q. Assalomu alaykum. Yeb ko'rsangiz o'zingiz. Men yeb o'tdim. Zo'r. Oshlarni yeb oldik. Endi o'tirib bemalol qarindoshlar bilan qattasan, nima qilursan, nega ko'rinmaysan deb bemalol gaplashib o'tirsa bo'ladi. Mana shu anchadan beri ko'rishmagan qarindoshlarni suhbatiga quloq tashlab o'tirsam, o'zi maza qiladi. Şey koşuyorduk. Koşuyorduk. Lakasi bor-a? Ha, bor. Gapirarganda, joy qolmaydi keyin. Salomat. Bilan tugatdik. Hamma bilan xayrlashib yana ishimizga ketdik. Chollar bilan oshga borsa shu-da endi. Oshdan chiqqandan keyin ham shunaqa ashulalar eshitib ketamiz. Ha? Mana yoqda ishi ham bor. Hozir ham ancha keyin joy edi.